أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik qarindaşlarımız, bu qatımki dersimizge yine hoş gipsizler. Bizniki bu qatımki dersimizniki asasi mevzui qurbanlık üstüde toxtalımız. Yani qurbanlık degan gap Arabçada asli uluhiyya deydi. Uluhiyya, ilhiyya ve dahiyyatu deb atıldı. Mana bu uluhiyya degan gap yani qurbanlık yani buniki Uygurçası. Qurbanlık degan gapning o'zi bu nima uchun Arabchada buni uluhiyya deydi ya ilhiyya deydi, dahiyya deydi desa dahaya buniki jamisi. Buniki değişik sebepniki o'zi. Mana bu aslida bu qurbanlık yani hayvan o'ltirishniki o'zini. Mana shu kun ko'tarilib ulug' osh vaqti bo'lgan vaqtniki o'zida mana o'ltiradigan bir odat bor. Shu odatniki sababidan yani ulug' osh vaqtida qilinadigan ibodat. Ulug' osh vaqtiniki o'zida qilinadigan yani o'ltirilgan hayvon yani qilinadigan qon to'kiladigan bir ibodat degan shu zamonniki e'tibor bilan shu qon to'kishdan iborat olan bir ibodatniki o'zini yani qurbanlikni men arabcha tilda duha yani udhiyya deb mustaqim nima qilgan atalgan. Endi bizniki Uyg'ur tilida buni qurbanlik deymiz. Mana bu qurbanlikdagi lug'at ma'nosi shu. Ammo qurbanlik kelgan vaqt o'zida bizniki Uyg'ur tilida yani shar'iy ma'nodagi qurbanlikdan boshqa normal bir odatlik vaqtning o'zida mana bir hayvon ya qo'y kala bir narsani o'ltirish orqali buniki savobini ota-onasiga yoki bir yaxshi ish bo'lgan bo'lsa buniki shukronasiga qilingan ishniki o'zini men qurbanlik qildim. Men qurbanlik atavatdim yoki qurbanlik qilmoqchiman deydigan bundoq bir odat cho'bba. Mana bu aslida bu qurbanlikniki asli ma'nosi bu emas. Bu aslida arab tilidagi yiliqi nazr deymiz. Yani mayadaki adak deydi. Yani nazir degan gapniki o'zi. Bu adam shunday bir yaxshi ish bo'lgan bo'lsa, buniki shukronasiga yoki bir ish qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, buniki yaxshini talab qilib, yoki bo'lmaydi ota-onasi tuqqanlari o'lib ketgan bo'lsa, buning savobini mana yetkazish maqsadida u adam Allohniki tilini elib, Allohning ismini tilga olib, bu adam bu yerda va'da qiladi. Mana va'da qilish orqali bu adam o ishni qiladi. Bu asl nazr. Bizning Uyg'ur tilida buni bu to'g'ri bo'lgan bir ma'noda yani qurbanlik deydigan mana bu ma'no kirgan bo'ldi. Kirgan ish bu. Aslida qurbanlik degan bu nima desa qurbanlikniki asli bu ma'nosi qurbanlik aslida arabcha til. Bu qurbanlik asli arab til. Qaruba yaqrubu qurban va qurbanan deydi ya yaqalishish. Yani qurbanlik degan aslida bir mo'min musulmonlarningki Alloh taologa mana qanday tuyukish orqali o'ziniki Allohga yaqindochiligini bildirish. Yaqindochiligini nima qilish, uni talab qilish. Men Allah sizlarga bergan shu hayvonotdan mana shu qanday tuyukish orqali men o'zimniki sizlarga bo'lgan ishonchim va iymonini isbotlash uchun men sizlarga texim yaqin bo'lib, sizlarniki amr farmonlarini shu qilish yuzidan men buning uchun men sizni o'ltirdim va qanday to'kdim, qanday to'kdim degan maqsaddagi narsa bu qurbanlik bo'ladi. Bu qurbanlikning asmasi shu bu. Endi bu qurbanlik degan nima? Qurbanlikniki shar'iy ma'nosi. Qurbanlikniki shar'iy, islom dinimizni ko'rsatgan shar'iy ma'nosi nima? Qurbanlik asli islom dinimizga mansub bo'lgan bir alohida bir ibodat. Mana bu ibodat, yani boshqa ibodat qandoqki ayrim bo'lgan bo'lsa, namoz, zakot, haj, jihad, hijrat deganidek mana roza deganidek ayrim tahorat va undan boshqa har xil ibodat bor. Bu ibodatniki ayrim mushundaq ibodatlar bu. Anda o'g'aniki qurbanlikmi ashno o'xshagan bir ayrim bir ibodat. Mana bu ibodatning o'zi Alloh taolo u odamga bergan shu hayvondan iborat bo'lgan shu hayvonniki o'ltirish orqali o'zining mulki o'ltirmasin bo'ladigan gap. Shuni ana Allohni deb, Allohning rizoligini istab bu odam shuni nima qiladi? O'ltirib qonni oqitadi.
Men şu arqılıq özüge mene özüneki Allah'ınki alıda bir kul ikenligini ispatlaş. Şu arqılıq bu adam Allah'a yakın dağçılık kılışını, Allah o adamın yaxşı görüşünü talep kılış arqılıq kıldıgan nima bu ibadet. Bu nima o kurbanlık. Aslıca bu. Ana o diken kurbanlık diyen, men İslam dinimizde şer'i manada mahsus muayyen bir vakittan muayyen bir bekitilgen bir hayvan var. Şu hayvanınki üzünü muayyen bir vaktinki üzüde bu adam öldürüp beni kösetken yol, İslam dinimiz kösetken yol asasen, şu şartlarga asasen öldürüp aşında kan bolsa bu kurbanlık kıldı buludu. Yani bir adam yani mahsus zaman dedik. O mahsus zaman kavun muayyen bir vakt var. O vaktin içinde şu adam şer'i taraftan belki şu hayvanı öldürse şu niyet bilen o adamniki bu öldürgen bu işniki yüzü kurbanlık ibadet buludu. O kavun Zilhicce ayınki yani Hicri ayınki 12. ayınki 13. günü yani Zilhicce ayınki aşı 13 günden tatip 13. günü geçirik. Yani 12. günü geçirik. Mene gün olduğun kadar muşu vaktniki üzere. Mene 10, 11, 12 Hanefi mezhepte, Şafii ve başka mezhepte 13 namaz geçirik. Mene muşu 4 günün içinde ya ki 3 günlük içinde Zilhicce ayınki muşu 3 günün içinde belki gündüz olandı, günü geç olandı. Muşu vaktniki üzere öldürgen bolsa, şu vakti öldürgen bolsa nemini muayyen hayvan var. O kavun kala, töge, koy. Bu 3 xil hayvan var. Hem kalınıki ise de, kalınıki nemisi de 2 xil. Nem var, birisi normal kala, hemimiz bilimiz. Yine birisi kalınıki, yine bir türü var, camus. Yani su kalısı deydiğen. Şunu da mal, yani koy deyimiz bizim Uygur tilde, Arap tilde bunu g'anem deydi. G'anemniki içinde biz deyilip atkan, meni koy var ve öçkü var. Benim şu 3 türlük hayvanlıki üzünü, o adam şu şeriatı kösetken şu hayvanlık şartı tepilgan açtak hayvanlıki üzünü bu adam şu 3 gün ya ki 4 günlüki içinde muayyen şu vaktindeki üzüde öldürgen bolsa bu adam İslam dinimizdeki buyurulgan şeriatte bekitilgen kurbanlık kılıştan ibaret olan bu ibadetin şu vaktin yüzü çok kan buldu. Yani demek kurbanlıkniki muayyen bir vakti var. Kandak ki namazniki, 5 vakt namazniki muayyen bir vakt bolgandek, bamdatning, peshinning, asrniki, xubtanniki. Mene Ramazanning shundoq muayyen vaqti var, hajning muayyen vaqti var, zakatning berdan muayyen bir vaqti var. Shuningdek bu qurbonlikning muayyen aşı 4 gün yoki 3 kunliki ichida bug'dash kerak. Bu hayvan 3 xil hayvan bo'ladi. 3 xil hayvandan başka hech qanday bir hayvanni, halal hayvanniki üzerine boğuzlasak mesela tuğu deyli, kepte deyli ya ki ondan başka bir ceren diyeledek bunda bir nesne o adamdaki üzü öldürüp men şu vaktin üzü tapsımı o kurbanlıkçı bulmaydı. İslam dinimizde beni beketken muayyen hayvan şu töge, kala, koydun ibaret olan muşu nesçi buluş gerek. Hem bununki kurbanlık oluş için yine bir kanç şartları var. Onu inşallah bunu deyimiz. Benim muşu hayvan, muşu faaliyetindeki üzerine kurbanlık deyimiz. Ama bu adam şu vaktin tepton. Mene vaktin tepiş arkalık üç xil hayvandı başka hayvanı boğuza kalan bolsa kurbanlık olmaydı. Ya olmaydı vaktin tapmaptı ama üç xil hayvanı o adam öldürüptü mesela 3 gün ya 4 günden başka vaktindeki üzerinde. Uçanın üzerinde bu adamdaki kan, bu işindeki üzü bu kurbanlıkçı olmaydı. Şu an şer'i taraftan boğan, kurbanlıktan ibaret olan bu ibadeti kılış için cezmen bu adamdaki ibadet, şu kurbanlık ibadeti şu iki tarafta asas dikkat kılış gerek. Kavun birisi vakit, yine birisi hayvan. Bu, yine birisi anladıyken vaktin üstü toktalsa kanda o ayrımını toktalımız. Yine hayvanın üstü demin kanda hayvan buluş gerek, kanda bulması gerek, onun üstü hem toktalımız. Men müşrik kan vaktin üzerinde anladıyken bu kurbanlıktan ibaret olan bu ibadetni doğru bir şekilde ada kançı bulumuz. Şimdi kurbanlık men muşundak İslam dinimizde ayrım bir ibadet oldu. Şunun için kurbanlık bir ayrım ibadet olan diken bu kurbanlık kılış vacip. Vacipte beklediğindikken şunun için bu ibadetniki yüzünü
bu ibadetga qarshiladigan pul, qurbonlik oladigan molniki pullarni u yerga ishlatish orqali mana bu odam qurbonlik qilmoqchi ekan. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan pulni olib borib, hozir maya muhimda aya ishlasak bo'ldi desak qat'iy bo'lmaydi. Bu tüpten İslam dinimizdeki ahkamini, İslam dinimizdeki ta'limotini o'zgartirayotgan bo'ladi. Mana u odamning agar iqtisod tarafdan u boshqa bir ehtiyoj ya bo'lgan bo'lsa, bak muhim ya bo'lgan bo'lsa, İslam dinimiz iqtisod orqali u odam o'ziniki iymoniniki tasdiqini isbotlaydigan zakat va zakatni beramiz u yerga. Va unda boshqa xayr ihson bor, sadaqalar bor, zakat farzdan boshqa sadaqani u yerga berish kerak. Onu pulunu u yerga ishlatamiz. Agar mani qilib, mani uyini to'xtatib, uni olib boshqa yerdagi ishlatish orqali bunda qilsak, buniki pulni u yerga ishlatsak bo'ladi. Bu yer muhim tursa, bu qurbonlik degan nima hozir bizning menda bo'lib ketdi desa, bu qat'iy bo'lmaydi. Bu tabdilul ahkam Yahudi nasoralardan iborat bo'lgan. Alloh taolaning amr farmonlarining o'ziniki aql tafakkur bo'yicha meni o'zgartirishdan iborat bo'lgan bu shaklga tushib qolamiz. Shuning uchun bu qurbonlik ibodatda u odam niyat qilib, shu yerga bergan pulni, shu yerga xarjlamoqchi bo'lgan pulniki o'zini, u odam undan boshqa har qancha muhim yer bo'lsin, u qat'iy dursunmaydi. U qat'iy dursunmaydi. Ayrim bir ibodat. Qandaqki bir odam ro'za tutmoqchi bo'lgan bo'lsa, voy hozir ro'za tutmasak bo'ldi, pek isib ketdi, hozir jihad qilamiz, yoki muhim hozir ro'za tutishdim, uni qilib qo'yib, ma'ni qilishimiz kerak. Hech kim demaydi buni. Unda bo'lgan ekan, islom dinimizda her bir ahkam, her bir ta'limot, her bir hüküm, her bir emir fermanlığındaki ayrım bir o'rni var. Mana bu o'rniki o'zini u yerga o'zgartirishga yoki undaq yoki mundaq deyishga qat'iy bo'lmaydi. Qur'oni Karimda, hadis Rasulullohda qandoq sabit bo'lgan bo'lsa, qandoq deyilgan bo'lsa, biz shuni aynan shu bo'yicha amal qilishga va uni ijro qilishga biz mukallaf. Onu apırıp bu yerga o'zgartirishga qat'iy cho'q bo'lmaydi. Buni nima qilishimiz kerak? Saqlanishimiz cho'q kerak. Endi qurbonlik qilishniki hukmi nima? Mana qurbonlik qilishdan iborat bo'lgan bir ibodat bo'lgan ekan, islom dinimizda har qanday bir faoliyat, har qanday bir qilib, mana bu islom dinimiz belgilagan shu hukmniki sirtidan chiqatmaydi. Ya farz bo'ladi, ya sünnet bo'ladi, ya vacip bo'ladi, ya makruh bo'ladi, ya haram bo'ladi. Yoki mubah bo'ladi. Mushu doiraning ichidan chiqib ketmaydi. Unda bo'lgan ekan, bu qurbonlik qilishdan iborat bo'lgan bu qadaqniki o'zi bir faoliyat bo'lgan ekan, jazman bunga islom dinimiz nima deb hukm berdi? Bunga nima deb qaraydi? Mana buni qaragan vaqt o'zida ulamolarimiz qurbonlik qilishdan iborat bo'lgan bu ibodatniki o'zini bir qancha xil ko'z qarashda bo'lib qolgan. Bunu bir qancha xil ko'z qarash bo'lib qolishi, ulamolarimizniki, fiqh ulamolarimizniki shu Qur'oni Karimda kelgan oyat Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan sahih hadisga men asoslanib mushta hukmchi chiqargan. Buning ichida ba'zilari mana bu sunnat muakkada deydi. Sunnat muakkada ki, ya'ni bu qurbonlik qilishning o'zi sunnat bo'lib, noit kuchlangan sunnat, odatki sunnatchi emas deydi. Yani mandaq chiqib aytgan vaqt o'zida aslida bu sunnat muakkadaniki o'zi vojibdek bu yaqindosh deb qaraladi. Mana bu sunnat muakkada deb qaraydiganlar sal jiqaroq. Bu qavm İmam Şafii, İmam Ahmed qatorliq ko'p sonliq olimlarimiz mana sunnat qurbonlik qilishniki o'zini mana sunnat muakkada deb qaraydi. Ham buni sunnat deyishda mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki bir qancha hadislarni bular delilchi keltirdi. Şu delilge asasen bunu sünnet-i muakkede deb qaraydi. Endi yeni bir ölümalarımız var, fikir ölümalarımız. Mana bunu vacip deb qaraydi. Mana vacip deb qarag'anligi qatoridan İmam Azam va uning boshqa Said Musayyab, İmam Avzai qatorliq olimlar. Şunu da keyingi davrimizdeki İbn Qayyum rahmetullahi aleyhinki men ko'z qarashi bo'yicha bu qurbonlikniki o'zini vacip deb qaraydi. Yani biz Hanifi mezheptikiler bunu vacip deb qaraymiz. Şunun için bizdeki vatan O'rta Osiyo, Sharq Janubiy Osiyo, mushu Turkiya qatorliq mushadagi kishilarniki qurbonlikqa shundoq ahamiyat berib ketishniki sababi mana ular Hanifi mezhep bo'lgandan keyin Hanifi mezhepniki shu ko'z qarashga asosan buni vacip deb qaraydi. Bu vacip deb qaraydi. Nima uchun vacip deb qaraydi?
Bunun yüzüge tutuştuk. Meni Kur'an ve hadis'ten ayetleri çoğu, Kur'an ve hadis'ten ayet ve hadis çoğu var. Şunu asasen, meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeydisi asasen, bunu vacip dep çok qaraydı. Şunu qatarda, meni bununki Kur'an-ı Kerim'deki ayette Sure Kevser deydi, inna ateynekel kevser, fesalli li rabbike venhar. Fesalli olgan iken, anda olgan iken namaz oku Muhammed aleyhisselam. Venhar ve buğuzla deydim. Hem buğuzla degandeki nehar degan gapniki o'zi. Bu nimani buyuriladi? Ya'ni bir hayvonniki o'zini mana zabiy deydi, arabchada nehar deydi. Asli zabiy degan gap, bu shu kichik hayvonlarni o'ltirganligini o'zi yotqizib, buni zabiy deydi. Nehar degan, mesela tövge bir askerini o'ltirganligini o'zini nehar ya'ni o'ltirib, mushta o'ltirdi deydi. Bu nehar deb atiladi. Unda o'g'andiki buni asosan sen namaz o'qi, ya'ni bayram namozini o'qi. Şununla birlikte sen kurbanlık kıl deydi bu ayette. Anda o andikin müfessir ulemalarımızın köp sallığı ve her diğerliğinin yüzünden bu kurbanlığa ait olan ayet dep qaraydı. Anda o andikin muşu ayet asasen ve onu da başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki meni hadisi de var. Bir adam yüzünki kurbanlık kılışka, yani yüzü bay turup bay, yani imkaniyeti batırıqlığı kurbanlık kılışka. O adamın yüzü kurbanlık kılmagan bolsa bizdeki namaz okuyduğun yerimiz yirak olsun. Digen mezmunda Peygamber sallallahu hadisleri çok var. Ve onu da başka yani bir kança muşun resmi bir perz ikkenligini bildirildiğin bir minçe hadisler çok var. Şunu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki Allah Teala her bir ailege kurbanlık kılışını bekitti digen mezmunda hadisler çok var. Muşu hadis asasen Muş hadis asasen, meni kurbanlık kılışlıkı üzerine, Hanefi mezhepteki yani biz, yani İmam Azam mezhebeti koğandayken, biz bunu neme deyimiz onu vacip dep çok qaraymiz. Hem onundan başka, bu kurbanlıktan ibaret olan buniki yol koyuluşundaki asas sebepleri qarsak, asas sebep İbrahim aleyhissalatu vesselam'nınki yüzdeki oğlu olan İsmail aleyhissalatu vesselam'ın buğuzlaş meselesiga, yani buğuzlaşqa emir kılıngan meselege şunu esas yüzüden şu kurbanlık kılışındaki bayram buluşu sebebi şu yolukçu koyulgan sebep şu bu. İbrahim aleyhisselam hemmimizge ma'lum Ebul Enbiya dep atıldı. Yani Ebul Enbiya degen ulul azmedin qatardan bolgan hem Ebul Enbiya peygamberlerin atısı deydi. Çünkü İbrahim aleyhissalatu vesselam'nınki puşteden Peygamber aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhisselam, yani Yahudi cemaati çıkacak, şu İbrahim aleyhisselam'ın zamanı tatıp, ta Muhammed aleyhisselam zamanı kaşif olan peygamberlerin hemmisi de gider. Hemmisi İbrahim aleyhissalatu vesselam'nınki püşte nesilden çok kelgen. İbrahim aleyhisselam'daki aldıdaki peygamberler, mesela Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, mesela Nuh aleyhisselam, diğerleri bu peygamberler, bu İbrahim Aleyhisselam uluniki püştü kelgen bolsa, onu deki kelgen İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki kelgen peygamberlerinki asası İbrahim Aleyhisselam'nınki nesilden çok kelgen. Mesela İsa Aleyhisselam deyimiz, Musa Aleyhisselam deyimiz, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, Meryem Aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diğerleri Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, hemmisi diğerleri muşu İbrahim Aleyhisselam'daki aşıp nesilden çok kelgen. Nesil kelgen bolgandikin İbrahim Aleyhisselam Allah'a en yakın peygamber depçi atıldı. Atılgandiken İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'daki özünki Allah'a yakın ikiliğini ifade etmek için İbrahim Aleyhisselatü Vesselam 70-80 yaş kırışık balıçı kölmeydi. Kölmegendiken şunun olan Allah Teala şu yaş kirgah vakti yüzüde İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a İsmail Aleyhisselam'ne Allah onuğa hediye çok balan kölsüken nisip çok kalıdı. Kandiken Allah Teala bu İbrahim Aleyhisselam'daki üzerine bir tuş gördü İbrahim Aleyhisselam. Tuş görgendeki bu tuşundaki üzerinde Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'daki üzerine oğlunu buğuzlaşka buyuruyordu. Çünkü bir adamniki 70-80 yaş kir bal köymey, onunki bal köygen olsa o balınki kadrini bek görmekteydi. Bek uluklaydı, bek nime on bütün ömrünü bəs verdi ki, ceni bəs verdi ki o balını kutuldurup çok kalıdı. Onda o andiken İbrahim Aleyhisselam'daki üzerindeki imanını sınaş, bu doğruda Allah İbrahim Aleyhisselam'ın yüzündeki oğlu olan İsmail Aleyhisselam'ın şu buğulaşıqı buyurgan. Buyurgan bolgandiken bu sebepten kişide İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam buğulaşıqı buyurgan. Buyurgandaki şu kişideki yüzü peygamberin küçük görgen nersinin yüzü vahiy oldu. Anda o andiken İbrahim Aleyhisselam şu vahiy, şu buyruk asasen yüzündeki oğlu olan İsmail Aleyhisselam buğuzlaydı.
Buğdayman deb hamma pichoqni akirib, rasmiy yotqizib, ashtaqqaniki Ismoil Hasan shu joyda ya abati ipalma tomer. Ata, nima bo'lganmi sen qil? Sen hech qanday ikkilinib qolma deb ashtaqil shuna buğdayman degan vaqtimizda Allah Taala tarafini vahiy qilib, "Ey İbrahim, seniki ko'rgan tushunniki o'zini amaliyotda hozir isbotlandi. Tasdiqdan o'tdim. O'tgandan keyin o'tgandan keyin shuning bilan biz buniki o'g'liniki o'rniga yeni bir dona qurbonlikni biz jannatga tushigan zabahazim degan qo'shqonni sanga nima qilib berdik, tushirib berdik. Sen uni bo'g'izla. Men u buyurgan buyruqniki o'zini sen uni amaliyotda ijrochi qilding. Buni men qabul qildim. Qabul qilgandan keyin endi buniki o'rniga sen mani bo'g'izla deb Fəzbədəynahu bizahin azim degan oyatga asosan men mushtaqchu qil deb ishtaqan. Ya'ni buniki asos meni sabab men mushadinchu yo'l qo'yilgan. Unda o'g'andan keyin biz qurbonlik qilishniki meni sababniki, hikmatniki birsi men mushu sababni aslash uchun bu qurbonlik qilishni shu ish sababida çok qilamiz. Unda o'g'andan keyin men mushu sabab qargan vaqtimizda qurbonlik qilishniki o'zi bu nimani bildirdi? Sababni, şu hikmet aş işlarındaki üzü vacip ekanligini bildirdi. Şunun için qurbonlik qilish masalasiki o'zida mana aslida har bir odamniki gadiniga egar shu men buyruq ashta bo'lib qolgan bo'lsa, Alloh taolo jannatda shu bir qurbonlikni tushirmagan bo'lsa, qo'shqonniki o'zida u chan o'zida mana har odamniki o'zi balkim bizmi shuniki qatorda bo'g'izlanib mushtaq qilishimiz uchun mumkin. Biz shuniki shukronasiga asosan biz qanday qilamiz? Qurbonlikchi qilamiz. Qurbonlik qilgandiki shu e'tibor bilan mana har bir odamniki gadiniga qurbonlik qilish aslida vojibchi bo'lgan bo'ladi. Mana vojib bo'lgandan keyin mana shu e'tibor bilan mana Hanifiy mazhabda bu qurbonlik qilishning o'zini vojib deb qarashki, mana hikmatga uyg'un deb nima qiladi? Uniga qarab shu vojib deb qaraydi. Undan keyin mana bizdagi Hanifiy mazhabda bu qurbonlik qilishniki mana bu vacip ekanliginiki mana sababi men mushu sababdan va oyat hadislarning sababidan mushtaqtabchi qaraydi. Undan o'g'andan keyin mana qurbonlik qilgan odam. Qurbonlik qilgan odam aslida qanday odamga vojib? Kimga vojib? Ya'ni kimga sunnat? Endi sunnat degan vaqtning o'zidami? Ya'ni sunnat degan, sunnat muakkada degan gap kishilarning o'zimi, ya'ni bir qancha shakl ya bir qancha fikrga aylanib ketadi. Mana bular sünnet kifoya deydi, sünnet ayn deydi. Yani sünneti muvaffakat sünneti yine şu kifoya deydi. Muşunda göz qarashidan işte bölünüp ketadi. Ama bizdeki Hanifi mezhebinin o'zida vacip deb qaragandiki zodi hamma odam buni chu qilish kerak. Mana shuningdek qurbonlik kimga vojib? Qurbonlik qilishniki o'zi, qurbonlik qilgan odamga vojib bo'lgan ishniki o'zi, mana u odam musulmon bo'lish kerak. Mana musulmon zodi kafirga hech qanday qurbonlik vojib emas. U kafirga vojib bo'lgan narsaniki birinchisi iymon etish. Iymon etgandan keyin ondan islomning ahkomi u odamga keladi, uniki vojib. Shuning uchun bu bir ibodat bo'lgandan keyin ibodatga jazman musulmon bo'lish kerak. Ikkinchidan u odamniki o'zi shu shaharda turib musofirchi bo'lmasi kerak deydi, ya'ni mazhabda. Undan keyin u odamning o'zi boy. Ya'ni qurbonlik qilishga u odamniki imkoniyati yor bagidek bir shaklda bo'lish kerak deb çok qaraydi. Yani o adamniki o'zi sadaqa fitrini berish imkoniyati bo'lgan odamniki gadiniga shu qurbonlik qilish nim bo'ladi, o'chaning o'zida vojib bo'ladi deydi. Endi bu to'g'rida mana boshqa mazhablarning o'zi agar sunnat bo'lsa-mi, u odamniki o'zi sunnat muakkada bo'lsa-mi, agar u odamning o'zi qurbonlik qilishga imkoniyati bor turgan u adam qilmagan bo'lsa, o'chaning o'zida cho'ng gunohkor bo'ladi deb qaraydi. Ammo bizdagi mazhabda agar u odamning o'zi qurbonlik qilishlikka o'zi imkoniyati bor qilmagan bo'lsa, o'chaning o'zi jazman jazolanadi. Xato ishni qilgan bo'ladi. Shuning uchun bu har qanday imkoniyati bor odamning o'zi, kuchi yetgan odamning o'zi buni qat'iy qilish kerak. Endi bu yerda imkoniyati bor, kuchi yetgan odam degan kim? Bu yerda o'lcham hamma odam o'zini biladi. Eğer şu adam o'zi şu qurbonlik qilib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida u odam yani oshqolmaydi. Hammadan buni chu biladi. Asli hikmat sabab qargan vaqtida buni u yiliq boylikni shart qilmay, hamma odam agar imkon bo'lsa, mana buni chu qilish kerak bo'ladi. Mana bu kerak. Endi buning asosan mana bu yana kifoya
degan nabiga asosan shu odamning o'zi qurbonlik qilgan vaqt o'zida u odam vojib bo'lgandan keyin mana u odamning o'zi mana o'ziga va kichik bolalarga atapchu bunida nima qiladi o'chanizda qurbonlikchi qiladi. Ammo kichik bolalarniki masalan miros kelib qolgan yo birasi u odamga hadiya qilib pul olib qolgan bo'lsa qurbonlik qilishidek ashida imkon pul olgan bo'lsa o'chan o'zida bu odamning o'zi kichik bolalarga xatochi qilmaydi. Ammo ayol olib qolgan bo'lsa ayol agar uning imkon bo'lsa ayrim vojib bo'lgan bo'lsa o'chan o'zida sadaqa fitr berish u ayrim bo'lgan ayoli ayrim qilgan bo'ladi. Agar uniki o'zi unda bo'lmagan bo'lsa o'chanizda unda imkoni yo'q, hamma narsa shu a'niki qo'li qaraydigan unda bo'lgan bo'lsa, o'chaning o'zida har bir oiladagi bir shu oila kishilarga nisbatan shu odamning o'zi oilaniki bir odamga er kishiniki o'zi qurbonlik qilsa bu yetgan bo'ladi. Ya'ni bu odamga qolganiga men yetgancha bo'ladi. Endi mesela ayol kishi yoki boshqa odamlarniki yoki kichik bolalarniki o'zi uni qurbonlik qilish imkoni bo'lsa uni qilmaydi, ayrim qon bo'ladi. Bu nima? Uninga har bir odamga buni qarta men vojibchi bo'lgan bo'ladi. Endi qurbonlik qilishniki o'zi men mushunda katta nima u bir ibodat. Uningda boshqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki bir hadisida mana bu qurbonlik qilishniki 10 kunning o'zida ajoyib katta bir nima va amal bor. Mana bu amalning o'zi shunda bir katta amalki bu bug'izga vaqtning o'zida bu yerda tushgan qonning o'zi zaminning tushib bo'lishlik Allohningki dargohiga men savob deb tushib bo'ladi degan mazmunda nima va hadis cho'ba. Unda ondan keyin mana bu to'g'riliq qurbonlik qilish to'g'riliq, ya'ni qurbonlik qilgan hayvonniki o'ziniki bütün naskelerleri, tüklere, jonları, ustaları hemmisi mana savob amallarning qatorida mana qiyomatda shu yerda hisoblanadi deydigan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki men mushundaq nimalari va hadischo bor. Unda ondan keyin mana bu qurbonlikniki o'zi har bir oilaning o'zida, har bir oilaning o'zida imkon bo'lsa bir odam ailenin beşik qilish kerak. Eğer onundan ailenin içinde eğer bay adam bo'lgan bo'lsa, bay ayol yoki bolalar bo'lgan bo'lsa, ayrim mushtaqcho qiladi. Endi bu yerda nima deydi o desa, Ebu Ayyub radhiyallohu ta'ala anhu'niki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki rivoyat qilgan hadisiga asosan shuna deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonida bir odam qo'yniki o'zidan va o'ziniki ahlidan qurbonlikchi qildi. Qurbonlik qilgandan keyin mana bular uni yeydi va ikkinchi bir odamga bu qurbonlikning go'shtini hadiya qilib meni berdi deb mushtaq degan bir nima va o'sha yedis nima va yedis cho'pa. Unda oniki buniga mushu har bir oilada agar imkon bo'lgan bo'lsa, har birisi ayrim qilish kerak. Agar undan bo'lmasa bir oilada bir odam qon bo'lsa, men mushtaqcha qiladi. Endi qurbonlik qiladigan yeni bir masala kelsak, qurbonlik qiladigan gapniki o'zi mana bu qurbonlik qilmoqchi bo'lgan odam Zilhijja oyiniki kirgan kunisidan tortib qurbonlik qilgan qadar u odam hech qanday bir tirmoq bir narsa kerakni qat'iy nima qilmasi kerak, iroda olmaslik kerak. Agar men qurbonlik qilaman deydigan niyat bo'lgan bo'lsa, mana bu to'g'rida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki rivoyat qilgan bir hadisi bor. Payg'ambar sallallohu hadisi shuna deydi: qachoniki mana Zilhijja oyiniki 10 kirgan bo'lsa, men Zilhijja oyiniki 10 kirgan bo'lsa, sizning biringlar qurbonlik qilishni iroda qilgan bo'lsa, u biringlar o'ziniki badaniga hech qanday bir tuk va hech qanday bir shu tirmoq bir narsa kerakni hech qanday bir narsa olmasin, qurbonlik qilgan qadar degan meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisi chu bor. Agar shu bu qurbonlik qilaman deb qo'yib u odamniki o'zi qurbonlik qilaman deb iroda qilib shu kunlarning o'zida masalan tukini ep qo'yibdi yo tirmig'ini ep qo'yibdi, mundaq qilgan bo'lsa, o'chan o'zida meni cho'ng bir xato ishni o'tkazgan bo'ladi. Bu odam qattiq tavba qilish kerak. Ammo buniki qarshilig'idan hech qanday bir yoki kaffarat yoki fidya men berish bundaq bir ish yo'q. Endi qurbonlik qilish mana bu vaqti qachon? Vaqti mana vaqti dedik aviyatin yoki qurbonlik qilganninki vaqti Zilhijja oyiniki 13 kuni bayram namozi o'qigandan keyin ya'ni bir mazhabda 3 kun. Mana birinchi kundan boshqa 11-12 kuni
12 kuni şu namozga erishib bo'lgan orliqdan meni qurbonlik qilsak, meni vaqti shu bo'lgan bo'ladi. Lekin shu qurbonlik qilishning eng afzal vaqti birinchi vaqtda qilish. Ammo Imom Shofiy rahmatullohi alayhiniki ko'z qarashicha shu bayramniki birinchi kundan boshqa 3 kun. 3 kun shu kun o'ltirgan qadar, ya'ni namozga kun o'ltirgan qadar meni mushu vaqtning o'zidan kechida yo kunduzda meni qilsa bo'ladi deb mustaqil qaraydi. Endi bu odamning o'zi agar namoz o'qishdan burun qurbonlik qilib qo'ygan bo'lsa, u qurbonlikchi bo'lmaydi. Vaqtida qilmagan bo'lgandan keyin bu to'g'riliq ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning mush mazmunda hadisi bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki men mushu bir hadisida kimiki namoz o'qishdan burun qurbonlik qilgan bo'lsa, u odam namoz o'qib bo'lgandan keyin qaytadan uni o'rniga qilsin degan mazmunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nimasi bor? Hadisi bor. Unda ondan keyin jazman namoz o'qishdan keyin u bayram namozini o'qib bo'lgandan keyin boshlanadi. Men namoz o'qib bo'lgandan keyin uni qilish kerak. Endi bu odamning o'zi mana namoz o'qib bo'lgandan keyin qilmabdi yoki 13, 11, 12-kuni kun o'ltirgan qadar qilmay vaqt o'tib ketibdi. Yoki 13-kuni Shofiy mazhabida deydi. Boshqa mazhabga asosan 13 kunimi o'tib ketibdi kech kunduz. Qilmabdi yo bir ishlar bo'lib, qanday qiladi? Qanday qiladi degan vaqtimizda agar u odamning o'zi, u odam mana boy odam ekan. Boy odam bo'lgandan keyin u odam niyat qilib ashta qilgan bo'lsa, u chanlik o'zida darhol u odam shu pulniki o'zini sadaqa beradi deydi. Uniki qurbonlik qilmasmi? Ammo uniki sadaqasini berib qo'yadi. Ammo kambag'al odam men qilaman deb u odam niyat qilib qurbonlikni elib pul to'lab qo'yib ham bir amal qilib bir ishlar olib buni qila olmagan bo'lsa, u chaniki o'zida men u odamning o'zi kambag'al bo'lsa-mi, men niyat qilib bo'lgandan keyin ham amillashtirib, ham uni men bo'lgandan keyin u channing o'zida bu odam vaqt o'tib ketgandan keyin u odam shu uni yo o'ltirib yoki uni setib pulni qilib, uni o'zini qilmay shu haqqa sadaqa qilib berib o'tishi kerak deydi. Ammo bu kambag'al odamning o'zi agar ashlar niyat qilsa ekan, qurbonlik qilsa ekan, lekin u odam tek olmabdi ekan. Yani ammabdi ekan. Niyati bor ekan, yo'q, ammo ammabdi ekan, vaqt o'tib ketibdi. U chanimizda u odamniki men qilmasi bo'ldi, chunki u odamniki gadiniga mena kambag'al o'g'anniki qurbonlik qilish nim bo'lmagan bo'ldi, u chanimizda vojibchi bo'lmaganchi bo'ldi. Endi qurbonlik mena qildigan go'shniki masalasiki o'zidan, mena go'shniki yuziga kelsak, mena fakulu minha va atimu degan payg'ambar Alloh taoloning so'ziga asosan qurbonlik qilgan go'shtning o'zini 3 parcha qilib, bir parchasini o'zi yeydi. Yana bir parchasiniki o'zini mana o'ziniki tuqqanlari, o'ziniki boy olamdi yoki og'illar olamdi, buni uchun berishi kerak. Yana bir 3dan 1 kelgan vaqtning o'zida uniki o'zini bu odam o'zi saqlab yesichi bo'ladi. Mana saqlashniki o'zi, masalan 5-6 oy olamdi, bir qancha oy olamdi saqlab yegan bo'lsa, o'chaning o'zida mana bu durustchi bo'laveradi. Endi bu yerda o odamning o'zi men yemayman debdi. Yemayman deb yoki o odamning o'zi nima qilmay boshqa odam hamma berib o'tib, u durust. Ammo bu majburchi emas. Majburchi emas. Endi bu odam bu qurbonlik qilgan o'zida o'zi asli qilish, o'zi o'ltirishniki ahvolini o'zi yaxshi o'ltirgan ahvoli mushtaq bo'lgan bo'lsa, u chaniki o'zida bu odamning o'zi bevosita o'ltirishi kerak. O'zi bevosita o'ltirdi. O'zi bevosita o'ltirib bismillah Allohu akbar deb u odam og'zida men mushni deb ko'nglida mendan va butun oilamdagi meni kishilarniki o'zida men qurbonlikni qildim deb mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki o'zi bevosita o'ltirib qolgan bir ishi bor. Men shundoq nima qilish kerak? O'ltirish kerak. O'ltirgan vaqt o'zida yana bir mincha sunnatlar bor. Bu sunnatning o'zi o'ltirishning oldida pichoqni noit ishtik bilash kerak. İştik bilash kerak. O pichoqni obdonni qilish kerak. O hayvonni unda qiynab, unda chuq qilmaslik kerak. Uni yotqizish kerak. Uni qiynab qilish uchun bo'lmaydi. Bu to'g'riliq ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki ham nimalar va hadislar cho'q bor. Buni qanday qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Bu bo'g'izga vaqt o'zida mana qanday qilbigan oldini qilib bu yerda nima qilish kerak? Bo'g'izlash kerak. Ammo dek kali bilan qo'yniki o'zini yotqizib bo'g'izlaymiz. Yotqizgan vaqtning o'zida mana bu yilqi
qibli tarafga qarab turib, mana uni beqiniga dastlab turib, pichon rasmiy bilab turib, ishtik odatda mushtab bo'lash kerak. Buniki zodi hammamiz bu to'g'riliq debsam bilsin. Endi to'yga kelgan vaqtimizda to'ygidagi o'ltiradigan odatning o'zi mana zabi deydi hamda nahr degandek. Buniki o'zi shu o'ltirib, shu putni bo'g'izlab, shu beqin shunda inchga yana ishtik pichonni bo'g'izlablar, shuni ona qon chiqib o'ltirgan gap. Buni o'ltirish çok kerak. Bu bir nima u sunnat, noit nima u yaxshi ish. Buni uni qiynab unda qilishga bo'lmaydi. Shuning bilan birlikda bu odamning o'zi shu o'ltirgan hayvonniki o'zini mana o'zi o'ltirgan bo'lsa, yaxshi qila olgan bo'lsa, o'zi qilish kerak. Ammo u qilmay, u adam ashad bo'lgan bo'lsa, o'zi billa tutib, ayad yeni o'tirib ashtaqcho qilish kerak. Agar u adam u yer bo'lmagan bo'lsa, u adam ikkinchi bir odamga vakolat bersa cho'p bo'ladi. Vakolat berib, mana bu qurbonlik qilgan ma pul. Unda o'niki man uchun bir qurbonlik qilib, shunday bir xashlab ashtaq qilib qo'yishlar desa, masalan, hozir u yer bo'layotgandek, mana bu u nima bo'ladi? Men durust bo'ladi, bu to'g'riliq. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan nimalar var? Hadislar çok bak. Şu hadis asasen vakalet belse onun buludu o yerde durustçu buludu. Hem de bu adamlık üzü, şu kurbanlık kahvaltı üzü de, şu kurbanlık bir adam kan bolsa, kurbanlık kılan hayvandan şu öldüğücü olan kasapniki hakkını bunu da berişki olmaydı. Ya teorisinin, ya uşki aza, ya ki put kallısını menselik berey, maçlının hakkıları olsun desiçi olmaydı. Öldüğü hayvanını, kurbanlıkan hayvanınki hiç kanda bir nesini o adam setip iş çok kılamaydı. Hem kasapniki hakkını o adam berişki olmaydı. Ayrım o adam berdi. Buniki bu şu mene teren, vağıza kişilerin nesliki üzerine o adam onu yaxşı yerge işletişke, mene gayr miskinlerge o yerge beriş gerek. Amal ba bunu işletmez gerek. Ama bizdeki Hanefi mezhepte eğer o adamniki ihtiyaç bu kalgan olsa, mesela onu setip yüzünki müştak şahsi turmuşka malum derecedeki yerge işletse mene boludu diyen bir gap var. Bu nait nime o az saz yani şaz bir gap. Anda o andaki bunu asasen şu öldürgen hayvanlıki hiç kanda bir nesi o adam sadık kıldım yakin mani kasabının hakkıga mani bədim dese bu her güçü olmaydı. Hem de kurbanlık kılgan hayvanlıki üzü bu yer bir dikkat çok kılış gerek. Kurbanlık kılgan hayvanlıki üzü naiti şaş men hayvandek hayvan çok buluş gerek. Mene bu hayvanlıki üzü mene bu koluğu kesik, közü kağ kömeydiğen, ya ki putuk aksak, ya olmaydı haddinden ziyade pek uğruk, ya olmaydı o kesel. O kesel ikkenligini normal bir adam bilüdü. Bilgen bolsa uçanıki üzüde bu adamınki bunda hayvanını kurbanlık kılışka olmaydı. Hem şunu da bu hayvanınki keseli resmi uçukken, onunki kargoları resmi uçukken. Şunu da bek iğir derecede uğrukken. Göç yok, onu dümbesize silaş arkalık mene okul buludu. Şunu da mene onunki uttur çiş, ya ki çişçi çıp ketken, muşundakken. Ya ki onunki sütü, emçigit sütü yok. Ya ki bek hadidi ziyade muşta kırıp gitipti. Hadidi ziyade bek keselken, mamamaydıken, bunu kasap, ya ki şu mal vakıf patişinki üzü bunu buludu, ya ki tecrübelik adamlar buludu. Anda o andiken bunda hayvanınki üzünü kurbanlık kılışka mene yaramaydı. Şunu da kurbanlık kılgan hayvanınki üzünü koluğunu kesip atkan, burnunu kesip atkan, ya ki putunu ya kesip ya sundurup atkan bolsa, uçan üzüde bunu kurbanlık kılışka bu çok olmaydı. Şu kurbanlık kılışka hayvanınki üçten biri. Mene üçten biri kesip ketken bolsa uçan u buludu ama üçten biriden cık olgan bolsa o katli çok olmaydı. Bunu da neme kılış gerek? Saklanış çok gerek. Hem de kurbanlık kılgan hayvanınki üzü, koy meselesi kelgen vaktin üzüde en küçük 6 aylık buluş gerek. 6 ay boğan vaktin üzüde, men 6 ay buptan, 6 ay bulup o semiz buptan koyuniki üzü, semiz bulup 6 ay boğan vaktin üzüde şunda bir paxlanınki üzüde meni kurbanlık kılışka en küçük yaş men muşu 6 aylık olsa buludu. Semiz yoğançı buluş gerek. Ama öşki kelgen vaktin üzüde resmi 1 yıl toşkan buluş gerek. Kalık kelgen vaktin üzüde 2 yaş
Meni 2 yoshga rasmiy tish tashlagan bo'lish kerak. To'yga kelgan vaqtida 5 yil, 5 yoshga kirgan bo'lish kerak. Men mushu hayvonniki o'zida ondaki qurbonlik qilsak, mushu shartga tushgan vaqt o'zida ondaki bu qurbonlik qilsak durustchi bo'ladi. Bo'lmasa bu shartga tushgan bunda bir hayvonni qurbonlik tushmagan, bunda bir hayvonniki o'zi qurbonlik qilib qolgan bo'lsak, o'chan o'zida qat'iy nima emas, u durustchi emas. Men buni nima qilishimiz kerak? Diqqatchi qilishimiz kerak. Endi qurbonlik qilishniki mushu go'shtniki saqlab nima qilishni mana dedik. Saqlab yeyishmaslik o'zida. Mana hozirgi davrimizning o'zida, masalan, qurbonlik qilishniki o'zi agar amal bor, u odam o'zi yashayotgan, ya'niki o'zida cho'q qilish kerak. U yerga yo'tkazishga bo'lmaydi. Ammo agar boshqa yerda yo'tkash, u yerda ehtiyoji yo'q ekan, yoki bo'lmaydi, biz o'zi turayotgan, ya'ni o'zida unda qurbonlik qilish imkoniyati yo'q. Yoki u odamning nimasi yo'q, o'chan o'zida boshqa yerga pulni evatish orqali, mana u odamning o'zi, mana shu vakolat berish orqali bunda qon bo'lsa, o'chaning o'zida bu nima bo'ladi? Qurbonlik bo'ladi. Chunki bu ibodatning o'zi ibodati moliy bo'lgandan keyin, ibodati moliyning o'zida o'zi bevosita qilmasa, u odamning o'zi uniki o'rniga noib bo'lgan yana bir odamni bo'ritib, mana shu men vakolatan mustaqil degan bo'lsa, o'chan o'zida bu durustchi bo'ladi. Endi qurbonlik vaqti o'zida nima deb deydi? Bismillahi Allohu akbar deb og'iz deyish orqali u odam mana Allah'ning Rasuli mushtaq buyuribdi ekan, men qurbonlik qildim, mendan va meniki oilamdagi qilamagan barliq kishilardan deb niyatchi qiladi. Niyat bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki niyat qilmay o'chan o'zida, u niyati yo'q, o'chani o'ltirib qo'ysama, o'chan o'zida u niyat asos. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisidan innamal a'malu binniyat degan Peygamberimizning hadisi var. Her qanday bir amalniki qandoq bo'lishi, shar'iy tarafdan durust bo'lmasligining asosi shu odamniki niyatiga bog'liq degan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi var. Unda o'anikin qurbonlik qildigan odam qurbonlikdan iborat bo'lgan bu ibodatdan boshqa vaqtdagi yiliqi hayvon o'ltirishniki masala o'tirib farq etish uchun jazman u odam niyatchi qilish kerak. Niyat bakço muhim. Niyatdan ayrılib qolgan vaqtning o'zida bu degandek durustchi bo'lmaydi. Bundan saqlanishimiz kerak. Endi bizniki hozirgi shu qurbonlik ustida to'xtalgan darsimiz men mushakchilik bo'lsin va yana bir qator ko'rishkishida har birini Allohga omonat qildik va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.